Salom qadrli tomoshabinlar, orangizda trading bilan aktiv ravishda uzoq muddatdan beri agar savdo qilayotganlar, shug'ullanayotganlar bo'lsa, hech mana shunday narsaga guvoh bo'lganmiz. Qarang. Narx tepaga qarab yurayotgandi va bilamizki, narx tepaga qarab yursa, trend qanaqa bo'ladi? Uptrend bo'ladi. To'g'rimi? Tepaga qarab harakat qilyapti. Va kutilmaganda, demak, mana bunday narsa hosil bo'ldi. Tepaga qarab yurayotganda bitta candle hosil bo'ldi. Bullish candle, ya'ni bullishni nima deymiz? Shu yashil rangdagi candle, to'g'rimi? Hosil bo'ldi. Tepaga qarab yurayotgandagi, ya'ni narx mana bu yerda ochildi va mana bu yerda yopildi. To'g'rimi? Open hamda close. Va undan keyingi ochilayotgan candle endi bunday bo'ldi-da, ozroq, demak, tepaga yurib turib, lekin pastda yopildi. Mana bunday. Bunday holatda siz kutasizki, endi nimani kutasiz? Qarang. Bu yerda, demak, mana bu yerda yopilayotgan bo'lsa, keyingi ochilayotgan candle, umuman olganda teoriya bo'yicha to'g'ri pastga qarab yurish kerak, chunki mana bu, demak, mana bunday bo'lib qizil yoki qora rangda yopilganligi uchun ham, demak, teoriya bo'yicha pastga yurish kerak. Mana bunday bo'lib yopilib ketish kerak deb sizning kutishingiz bo'yicha, to'g'rimi? Va bir xillar, ba'zilar mana shu yerda shunday bo'ladi, shu narsa hosil bo'ladi degan holda pozitsiya ham ochishadi. Ya'ni sell ga, ya'ni sotishga, demak, pozitsiya ochdi. Product, to'g'rimi? Sotish uchun misol pozitsiya ochdi, lekin mana bu yerdan ochdida stop lossni, demak, mana bu yerga qo'yib qo'ydi deylik. Stop lossni mana bu yerga qo'ydi, entry, demak, mana bu yerda bo'ldi. Lekin kutilmaganda narx pastga qarab yurish o'rniga nima qiladi? Narx, demak, candle ochilishi bilan tepaga uchib ketadi. Candle ochiladi va bu tepaga qarab yurib ketadi. Va oqibatda mana bunday candle hosil bo'ladi. Uzun, katta volume candle, ya'ni tepaga qarab shunday candle hosil bo'ladi. Va bu yerda, demak, stop loss turdi va siz, demak, savdoni yo'qotdingiz. Lekin yana bir ba'zida shunaqa holatlar bo'ladiki, tepaga qarab yurish o'rniga narx, demak, pastga qarab va o'sha siz kutgan narsani beradi. Siz mana bu yerda sell olgan edingiz, mana bu yerda sell oldingiz, stop lossni mana bu yerga qo'ydingiz va narx candle, demak, pastga qarab yurdi. Ketdi bu pastga qarab. Va bu yerda endi sizni savdoyingiz bunday olganda qo'pol qilib aytganda o'xshadi, ko'cha tilida aytganda. Xo'sh, endi hozir bugungi videoda aynan aytib o'tmoqchi bo'lgan narsam, demak, qaysi holatda candle'ni, demak, tepaga qarab yurish va pastga qarab yurishini, demak, biz prognoz qilishimiz mumkin. Bu narsa qanday narsalarga, qanday holatga bog'liq bo'lmaganda shunday bo'lishi. Shu narsani ko'rib o'tamiz. Bu narsaga men juda ham ko'p mana shu oltinda, ayniqsa mana shu XAU USD ni ayniqsa 1 soatlik time frame ga agar qaraydigan bo'lsangiz, juda ham ko'p guvoh bo'lganman. Agar meni oldindan uzoqdan, demak, uzoq muddatdan beri kuzatib kelayotgan bo'lsangiz, simulyatsiyalarga ham agar qaraydigan bo'lsangiz, simulyatsiyalarga xuddi mana shunday setaplarda pozitsiya ochganmiz va uni tushuntirib ham berganman. Qaysi holatda qanday pozitsiya ochyapmiz. Qarang. Demak, tepaga qarab yurishi va pastga qarab yurish nimaga bog'liq? Umuman olganda bu narsaga men fake setup deb nom berganman. Fake setup. Nega fake? Xuddi fake out degan narsa bor-ku, tepa misol uchun narx. Fake out degan narsaga hozircha tushuntirish bermay, chunki bilasiz nima ekanligini. Fake degan so'zi o'zi nima degani? Fake degani qalbaki degani, to'g'rimi? Ya'ni aldash, fake money deydi. Misol uchun fake money degani bank tomonidan qonuniy chiqarilmaydi pul. Oddiy printerda misol ishlab chiqarsangiz pulni, demak, bu fake money, qalbaki pul bo'ladi, to'g'rimi? Fake setup ham bunday olganda o'zim nom berganim. Setup degan narsani bilasiz. Setup degani misol uchun siz chartlarda o'tirasiz va siz pozitsiya ochishingiz uchun, savdo ochishingiz uchun narx, demak, qandaydir holatga kelishini kutasiz. To'g'rimi? Qandaydir candle'lar hosil bo'lgandan keyin, misol uchun mana bu yerda сопротивление va mana bu yerda, ya'ni resistance, to'g'rimi? Va mana bu yerda support. Поддержка deydimi, nima deydi ruschasiga? Supportga kelishini yoki resistancega kelishini kutasiz va qandaydir narsa hosil bo'lgandan keyin pozitsiya ochasiz.
setup deb ana shu narsaga aytamiz. Ya'ni siz o'zingiz kutgan holatlarga yetib kelgandan keyin naqd holati, candle'larning holati, pozitsiya ochishingizga biz setup deymiz. Fake setup shu narsa. Ya'ni boyagi narsaga shu fake setup deb nom berganman. Endi ko'rib o'tamiz, qaysi holatlarda qanday bo'ladi. Xo'sh. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, videoni boshida men aytdimki, narx dedim, tasavvur qiling, tepaga qarab harakat qilyapti dedim. Ya'ni uptrend, to'g'rimi? Tepaga qarab harakat qilyapti. Tepaga qarab harakat qilayotganda doim demak higher high, higher low, higher high, higher low hosil qilib, demak bir maromda demak tepaga qarab harakat qilyapti. Teoriya bo'yicha shunday. Xo'p, buni albatta agar candle'lar holatida ham buni albatta hozir chizib ko'rsatamiz, qanday bo'lishini. Xo'p, candle'lar holatda misol uchun narx ozroq mana tepaga yuryapti. Tepaga yurdi. Mana buni o'chirib tashlashimizga to'g'ri kelar ekan. Aytaylik, mana bu yerda endi to'p berish. Yana pastga. Yana pastga yurdida. Keyingi candle demak mana bu yerda ochilib tepada yopilyapti. Mana shunday bo'lib yopildi deylik. Bunaqa candle yopilishlari oltin uchun birasi hech narsa emas. Volume vaqtida NYSE ochilayotgan mahalda mana shunday candle bo'lib ochilishi, ya'ni sal uzoqlashib ketdik. Deylik mana bu yerda. Aslida ham nimaga yangilash kerak ekan. Xo'p. Mana bunday bo'lib tepaga qarab yopildi. Struktura bunday olganda, demak nima? Struktura bunday olganda uptrend bu yerda, to'g'rimi? Ya'ni narx demak tepaga qarab ketadi. Mana bu yerda yangi high hosil bo'ldi. Mana bu yerda higher low hosil bo'ldi deylik. Bundan oldin ham demak narxda demak mana bu yerda qandaydir support hosil qilib kelgan edi. Mana bu yerda demak support hosil qilib kelgan. Böyle. Aytaylik. Mana shu yerda demak higher low bo'lgan edi. Higher high, higher low. Endi keyingi higher high hosil bo'lishi kerak. Xo'p. Strukturaga qaraydigan bo'lsangiz, nimani eslatyapti? Demak, struktura uptrendni eslatyapti, to'g'rimi? Mana bu yerdagi higher low misol uchun mana bu yerga mana shu yerga kelib, bu yerdan pastda yopilib, mana narsa pastda hosil bo'lmaguncha strukturamiz uptrend bu hisoblanadi. Demak, mana shunday hosil bo'lgandan keyin qarang. Bu yerda eng so'nggi hosil bo'lgan resistance qayerda? Birinchi o'zingizga beradigan savolimiz. Eng so'nggi hosil bo'lgan resistance, ya'ni сопротивление уровня, demak mana bu yerda. To'g'rimi? Mana bu yerda hosil bo'ldi. Endi siz uchun ideal holatda bu yerda pozitsiya ochishingiz uchun keyingi candle ba'zida misol uchun shu turishda o'zida davom etib ketadi. Ba'zida shu turishda davom etib ketadi. Yana bu narsa demak qaysi vaqtda marketga qarayotganligingizga bog'liq. Agar NYSE, ya'ni New York sessiyasi yoki New York Stock Exchange, ya'ni aksiyalar bozori, New York aksiyalar bozori ochiladigan vaqtlarda agar qaraydigan bo'lsangiz, ko'pincha mana shunday bo'lib ketadi. Yoki pastga qarab ketish ham mumkin. Endi tasavvur qiling, mana bunday narsa hosil bo'ldi. Ya'ni o'sha birinchi ko'rsatib o'tgan narsam hosil bo'ldi. Mana bunday narsa hosil bo'ldi-da shu yerda. Candle birish bo'lib yopildi. Candle mana birish bo'lib yopilyapti. Endi bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa nima? Bu yerda endi narxni tepaga qarab yurishi uchun bizga o'sha signal bor. Qayerda deb so'raydigan bo'lsangiz, candle'ni yopilish joyiga qarang. Candle agar yopilish joyiga qaraydigan bo'lsangiz, candle mana bu eng so'nggi сопротивление chizig'idan tepada yopilyapti, pastda emas. Mana yopilish chizig'i, mana yopilish urinini pastda emas, balki tepada.
Shunday bo'lganligi uchun ham katta ehtimollik bilan keyingi ochiladigan candle bunday holatda tepaga qarab ketadi. Demak, bu yerda bizga pozitsiya ochishimiz uchun ikkita narsa bor, qarang. Birinchi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan eng asosiy narsa, mana bundan ham ko'ra birinchi e'tibor beradigan narsamiz struktura nima? Qanday struktura bu yerda? Eng birinchi o'zimizga beradigan savolimiz. Qanday struktura? Struktura bullish, ya'ni uptrend, tepaga qarab ketyapti. Shu narsaga juda ham demak katta e'tibor berishimiz kerak. Time frame'larni agar oladigan bo'lsak, ideal holatda demak 1 soatda. Mana buni almashtiray, uncha yaxshi ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin boshqasiga. Ideal holatda demak 1 soatlik time frame. Birinchi beradigan savolimiz demak struktura. Struktura qanaqa? Demak uptrend. Keyin mana bu narsani kutsak bo'ladi va mana bu holatga qaraymiz. Demak, qanday yopilyapti candle? Tepadami, pastdami? Ya'ni eng so'nggi hosil bo'lgan resistance chizig'idan tepada yopildimi, pastdami? Va juda ham ko'p holatlarda, ya'ni 80-90% vaqtda shuni ko'rganmanki, agar narx yopilishiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, eng so'nggi resistance chizig'idan tepada, ya'ni hosil bo'lgan eng so'nggi resistance mana bu yer. To'g'ri, mana bu yerda yangi resistance hosil bo'ldi. Lekin bunday olganda bu resistance da hali ham kuchi bor. Ya'ni bu yerda nima ma'no kelib chiqyapti? Narx sindirib chiqdi. Bu yerda retest qildi va yopilishiga e'tibor beradigan bo'lsak, bundan tepada yopildi va katta ehtimol bilan tepaga qarab ketadi. Demak, bunday holatda pozitsiya ochishimiz mumkin. Sotib olish uchun, sotish uchun emas. Sotib olish uchun. Ya'ni mana bu candle yangi ochilgan candle, ya'ni svecha deydi-ku. Svecha demak mana buni sindiradigan bo'lsa, mana bu sindirishi bilan demak tepaga qarab ketadi bunday holatda. Endi bu narsani ishlash ehtimolligi qachon kamayadi? Kamayadi deyapman. U narsa umuman yo'q bo'lib ketadi deyotganim yo'q. Ishlash mumkin, lekin qachon kamayadi? Yani 40-50% ga tushadi. Qachonki mana bu candle yopilishiga e'tibor bersangiz, ya'ni xo'p, bu bunday bo'lib tepada yopilgan edi. Mana bu yerda demak resistance chizig'imiz bor. Endi bundan keyin ochiladigan, ya'ni mana bu candle, bullish candle, tepaga qarab yurgan candle'imiz mana bu yerda yopildi. Bu da ya'ni keyingi candle mana shu chiziqda, mana shu urindan ochilyapti. Va buni endi yopilishiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, agar yana qaytib mana buni ichida yopiladigan bo'lsa, bu yerda endi sal ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'ladi. Nega? Chunki ichkarida yopilganligi uchun ham bu yerda endi narxni tepaga qarab ketish ehtimolligi juda ham kam. Buning demak tepaga qarab, ya'ni bundan keyingi ochiladigan candle, ya'ni bundan keyingi ochiladigan candle mana bu yerda ochiladi, to'g'rimi? Chunki mana bu yerda oxir candle'imiz mana bu yerda yopildi. Narx bu yerda yopilyapti. Agar ochilishi bilan tepaga emas, yana misol uchun pastroqqa yurib turib, pastga yurib turib, mana bu low'ni sindiradigan bo'lsa, bunday holatda uje sotib olish uchun men nima deydi? Sotib olishga chiqishdan shoshilmayman. Sotib olish men uchun uje atmen bunday bo'lganda. Chunki buni demak sindirilishi narx katta ehtimollik bilan hech bo'lmasa bitta candle pastga qarab yuradi degan. Bu degan. Balki bu candle misol uchun pastga qarab yurib turib, mana pastga qarab yurib turib, pastgacha misol uchun pastga kelib turib, mana bu yerda retest qilib turib, yana orqaga qaytib ketishi mumkin. Lekin ana shu narsani kutaman. Ya'ni pozitsiya mana bu yangi candle ochilishi bilan pozitsiya ochmayman. Ya'ni mana shu narsa bo'lgandan keyin endi kutaman xuddi shu narsa bo'lishini. Ya'ni mana bu narsa hosil bo'lib, retest bo'lgandan keyin yana orqaga qaytib, buni retest, ya'ni mana bu yerga kelib turib, buni sindirmaguncha demak kutaman. Va ideal holatda yana candle qaytib tepada yopilishini kutaman. Tushunyapsizmi? Bu demak mana shunday holatda narxni tepaga qarab ketish ehtimolligi bu yerda kamayadi va katta ehtimol bilan narx demak pastga qarab pastda yopiladi. Endi hatto uptrend bo'lsa ham, uptrendda ham demak mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni bunday holatda endi biz uchun ideal holat qanday holat? Ya'ni misol uchun narx ozroq pastroqqa yurdi va qaytib mana bu yerda mana bunday bo'lib yopildi tepada.
Va mana bu yerda endi 95-98% bunday olganda keyingi ochiladigan candle tepaga qarab ketadi bu yerda. Tushunasizmi? Bu yerda o'sha aniq bilaman, narx o'sha qiladigan ishini qilib bo'ldi, chunki bu narsa shunchaki nima? Break hamda retest. To'g'rimi? Ya'ni break mana sindirdi, mana buni bu yerda retest va ketdi. Shu narsa ekanligini o'zi bilaman. Lekin uning uchun mana bunday candle hosil bo'lishini kutamanki, yopilishini. Tushunasizmi? Undan keyin paysa ochishim mumkin, ya'ni sotib olishim uchun. Endi bu demak uptrenddagi holatini ko'rib chiqdik. Ya'ni bundan xulosa kelib chiqyaptiki, o'sha bearish candle, ya'ni bearish svecha, pastga qarab yopiladigan svecha, demak resistance dan, ya'ni сопротивление chizig'idan pastda yopilyaptimi, tepada yopilyaptimi? Shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bu demak uptrendda edi. Endi tasavvur qiling, endi downtrendamiz. Downtrend bilasizmi nima ekanini? To'g'ri, narx demak bunday qilib pastga qarab ketadi. Downtrend shu narsa. Ya'ni narx pastga qarab ketyapti. Xo'p, yana 1 soatlik holatda endi downtrend holatida agar tasavvur qiling shunaqa narsa hosil bo'ldi. Narx downtrend edi, narx pastga qarab ketayotgandi. Keyin aytaylik, mana bu yerda keyingi candle. Xo'p, bu yerda bizga bitta nima kerak? Bu yerda bizga bitta resistance kerak. Support bilan. Downtrendda sal qiynalaman chizishga. Chunki downtrendda sal demak men ham chiroyli chiqmadi. Misol uchun mana bunday narsa hosil bo'ldi. Xo'sh, bu degani mana bu yerda support hosil bo'lyapti. Xo'p, bundan keyingi candle yana ozroq tepaga qarab yurdi. Va yana ozroq tepaga yurib turib, yana ozroq tepaga yurib turib, bu yerda support hosil bo'ldi yana. Support deb resistance. Va yana pastga. Endi tepada. Mana bunday bo'ldi. Lekin tasavvur qiling, bunday bo'layotgani bilan bizni umumiy trendimiz hali downtrend deydigan bo'lsak, pastga qarab harakat qilib. To'g'ri, bu yerda uptrendga o'xshagan narsa hosil bo'lyapti, lekin katta time frame'larga qaragan holat, ya'ni umuman katta lower higher low'imiz, lower high'imiz misol tepada deydigan bo'lsak, lower high lower low'imiz, tasavvur qiling, hali ham biz downtrendamiz. Va bizda mana bu yerda resistance hosil bo'lyapti va mana bunaqa narsa bor. Bunday narsa hosil bo'ldi. Xuddi boyagi narsa. Bunday holatda endi hatto candle mana bu yerda tepada yopilgani bilan ham narx downtrendda bo'lganligi uchun juda ham ehtiyotkor bo'laman. Ya'ni bu yerda bu degani keyingi candle tepaga qarab ketadi degani emas. Tushunasizmi? Bu narsa shunchaki keyinchalik narxni pastga qarab yurishi uchun pastga qarab yurishi uchun bo'lgan narsa bo'lishi mumkin. Tushunayapsiz? Pastga qarab yurishi uchun bo'lgan, demak, orderlarni olish uchun bo'lgan harakati bo'lishi mumkin va shu bilan narx demak pastga qarab ketishi mumkin bunday holatda. Shuning uchun bu yerda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ya'ni mana bu yerda narx demak downtrendda bo'lganda candle hatto tepada yopilsa ham, resistance tepada yopilsa ham e'tibor beraman. Ya'ni kutaman. Ya'ni xayolimda shu narsa bo'ladiki, demak, birinchi beradigan savolim, xo'sh, qanaqa trenddamiz o'zi? Downtrendmi, uptrenddmi? Agar downtrendda bo'lsak, bu narsa hosil bo'lgani bilan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ya'ni resistancedan, ya'ni сопротивлениеdan tepada yopilgan bo'lsa ham. Agar narx pastroqda yopiladigan bo'lsa, unda umuman katta ehtimol bilan keyingi candle demak nima qiladi? Pastga qarab ketadi.
pastda mana bu eng so'nggi hosil bo'lgan rezistansdan pastga yopilgan bo'lsa, candle demak pastga qarab ketadi. 95%. Aniq. Agar downtrendda bo'lgan bo'lsa, downtrendda shunday narsa hosil bo'layotgan bo'lsa. Tushundingizmi? Ya'ni birinchi beradigan savolingiz bunday narsani ko'rganingizdan keyin trend. Qanday trenddamiz? Uptrendmi, downtrendmi? Shu narsani demak so'rashingiz kerak. Ikkinchi narsa eng so'nggi hosil bo'lgan resistance yoki resistance asosan qanday? Qayerda hosil bo'ldi? Bu resistance qayerda hosil bo'ldi va bu candle qanday yopildi? Tepadanmi, pastdanmi? Xuddi shu narsani teskarisi ham bor. Ya'ni sotib olish o'rniga sotishda keladi. Misol uchun aytaylik, mana bu yerda downtrend deydi, to'g'rimi? Mana bunday bo'lib yopildi narx. Ko'p e'tibor bergansiz shu narsaga. Ko'rgansiz bu narsani. Men demak savdo qilganimni ham ko'rgansiz. Mana bunday bo'lib yopildi. Bu yerda qarang, downtrend. Keyingi candle qarang, qanday bo'lyapti? Keyingi candle ochilyapti-da, mana bu yerda. Ozroq tepaga qarab yuryapti-da, mana bu yerda yopilyapti. Mana bunday wick hosil qilyapti. Endi savol bering o'zingizga. Supportdan, ya'ni podдержка chizig'idan pastda yopilyaptimi, tepada yopilyaptimi? Agar pastda yopilayotgan bo'lsa, katta ehtimollik bilan keyingi ochiladigan candle pastga qarab ketadi. Va bu yerda paysa ochsangiz bo'ladi, bemalol sotishga. Mana bu yerda ochib turib, mana uni sindirgandan keyin stop lossni bu yerga yoki current hozirgi candle demak tepa qismiga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi stop lossni. Va bu yerda o'sha pastga qarab ketadi. Lekin agar candle yopilishi teparoqda yopiladigan bo'lsa, mana bunday bo'lib, supportdan demak, support chizig'ini, ya'ni ichida yopiladigan bo'lsa, ya'ni podдержка chizig'ini. Bunday holatda endi sal qiynalishingiz mumkin. Ya'ni narx to'g'ri, bundan keyin demak pastga qarab yurishi mumkin, lekin ya'ni yurgani bilan boyaga aytgan holat bo'lishi mumkin. Ya'ni ozroq yurib turib pastga. Ozroq yurib turib keyin misol mana bunday narsa hosil bo'lib ketishi mumkin. Ochilgan joydan. Bu yerda agar misol uchun mana bu narsangiz 10 pip yoki 20 piplar atrofida bo'lsa, 10 pip 20 piplarga yetib kelgandan keyin shu paytdan yopishingizga to'g'ri keladi. Agar mana bu candle shu ichkarida yopilgan bo'lsa, bu candle pastga qarab yurgani bilan. Shuning uchun bu yerda e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ko'rasizki, ba'zida paysi 20 pipga yetmasdan ham 10-15 piplarda yopgan holati bo'ladi. Simulyatsiyalarda ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Mana shu narsa sabab. Bu demak boyagi holatni teskarisi. Ya'ni bu yerda buyurish candle hosil bo'ldi va bundan keyin bullish candle hosil, ya'ni bo'lyapti, svechalar ya'ni. Va resistance, ya'ni сопровождение chizig'ini o'rniga demak nima? Поддержка, support chizig'ini ko'ryapmiz shu narsani. Shu narsani ko'rsatib o'tmoqchi edim bugun. Umuman olganda asosan bu narsani 1 soatlikda ko'rishingiz mumkin. Yarim soatliklarda ham ko'rishingiz mumkin, 15 daqiqaliklarda ham ko'rishingiz mumkin. Lekin qanchalik time frame katta bo'lsa, shunchalik uning ishonchli darajasi kuchli bo'ladi. Demak, shu narsa haqida sizlarga ko'rsatib aytib o'tmoqchi edim. Savollar bo'lsa bemalol, ko'rishguncha.